inson lashkar boshi emas, latta boshi. Birodarlar, bu isqirni hech kim saylagani yo'q. Shunchaki bu hayotda o'rnini topmagandan keyin o'ziga ishonib qo'yib bu joyga borgan va bizni nomimizdan gaplashgan. Aslida bu borgandan keyin buni shunchaki inkor pozitsiyasi bilan, gap bilan mod qilganlar va bu paxtakor pozitsiyasini ushlashdan tashqari boshqa yo'l topmagan va bitta kollaboratsiyaga sotilgan inson mana shu. Va ishoning, bu ishni qilgandan keyin barcha blogerlar buni gnabit qilishdi. Hattoki atrofidagi do'stlari buni gnabit qilishdi va bu biron so'z ayta olmaydi. Chunki bu hayotda na o'rni bor, na so'zi bor. Al-Buxoriy masjidini domlosini hurmati cheksiz, lekin bir narsani tushunishimiz kerak. U kishining maqsadlari aybdorni topish emas, ikki tomonni yarashtirish. Va bu yerda ketgan xatolik bizdan bir og'iz so'rash kerak edi. Sizlar bu bolani jo'natganmisizlar? Sizlar bu bolani shunchaki taniysizlarmi? Kim bu o'zi? Biron o'rni bormi degan savollar bo'lishi kerak edi. Va biz bu videolarga norozimiz. Bizni nomimizdan gapirgan videolariga norozimiz. Shaxsan men tupurgan tupugimni hech qachon qaytib olmayman. Meni pozitsiyam aniq. Nimalar bo'lganini men aniq bilaman va ko'plab narsalar menda bor. Abror Muxtor Ali domla, sizni hurmatingiz cheksiz, lekin bu videoda bizni nohaq maqtadingiz desak ham bo'ladi. Chunki biz bu narsalarga aralashmaganmiz. Bu o'rni yo'q, insonni bizni nomimizdan gapirishga haqqi yo'q va hech kim bu shaxsiyati yo'q insonni gapini inobatga olmaydi Amerikada. Qayta bo'lgan vaziyatlarga qaytib e'tibor berishingizni so'rayman. Chunki haqiqatdan soqqa qilishlar, sotilishlar bo'lgan.